Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun Realmed klinikamiz YouTube sahifasida yana bir bor siz azizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Mana bugun Furqat aka Realmed klinikamizda hujayra darajasida davolash metodikasi bilan birgalikda oq dog'larni davolaganimizga ham 1,5 yilga yaqin vaqt bo'libdi. Mana shu vaqt davomida oqdog' kasalligi bilan kasallangan bemorlarimizga hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shib, birgalikda kompleks davolaganimizda bemorlarimizda qanaqa natijalarga erishdik, mana shular haqida qisqacha demak gaplashib chiqsak. O'sha boshida aytganimizdek hujayra miqyosida deb aytamiz shu davolarni har bir tana a'zosi xuddi shunday teri ham o'sha hujayralardan iborat. Demak, qiladigan ishimiz o'sha hujayralarga kerakli muhitni yaratib beramiz va bu hujayralar o'z ish faoliyati, demak o'sha melanitsitlar kerakli miqdorda melaninni ishlab chiqarib, oq dog' bilan kasallangan bemorlarni teri ranglarini yana o'z holiga qaytishiga sabab bo'lyapti. Mana shu deb o'ylayman. Demak, o'sha hujayra miqyosida har bir hujayraga yaratilgan sharoit qilinadigan o'sha munosabat mana shunaqa chiroyli rezultatlarga olib kelayotgan sabab deb hisoblayman. Mana Furqat aka, siz bilan tanishganimizga demak 1,5 yilga yaqin vaqt bo'lgan bo'lsa, o'sha boshida uchrashganimizda aytgansizda, Ilyosbek shu juda qiyin kasallikni olgansiz, ya'ni o'zi teri aslida o'sha qon tomiri yo'q. Buni ustiga oqdog' kasalligi haqiqatdan o'sha og'ir kasallik, sababi aniq bo'lmagan kasallik, lekin agar siz hozirgi kunda qaysidir darajada demak natijaga erishib kelayotgan bo'lsangiz, nasib bo'lsa hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shadigan bo'lsangiz, yana sizni natijangiz demak 20-30% ga men o'ylayman yaxshilanadi degansiz. Haqiqatdan ham men ishonch bilan aytishim mumkin. Mana shu o'zimizni davolash metodikamiz va hujayra darajasidagi davolash metodikasini birga qo'shganimizdan keyin albatta 20-30% dan ham ziyodroq natijalarga erishib kelyapmiz. Buni sabablari nimalar deb o'ylaysiz, o'zingizning fikringiz? Bu endi uzoq yilgi tajriba, o'sha hujayra miqyosida ishlab kelingan o'sha opit tajriba deb o'ylayman. Endi qarangda, nima uchun shu gapni aytganman? O'sha boshida sizni qiladigan o'sha mehnatingizda rezultativnisiz 30% gacha kerak bo'lsa, undan ham ko'proqga oshishi sababi shundaki, oq dog' kasalligi ham faqatgina bu teri kasalligi emasdi. Shunday. Nimaga effektivna уже там rezultativность mana shuncha 1,5 yil ichida men o'zimni ham kuzatishimni orqasida nimani kuzatyapman? Agar kimda autoimmun proses ketayotgan bo'lsa, chunki bizda birinchi очередda o'sha immunitetni tiklashga qaratilgan rezultativность juda ham даже qisqa vaqt. Men o'sha aytganingizdek qon tomiri yo'q. Terini beshqavat epidermisda yo'q. Shunday. U yerda faqat hujayralar bo'shliq ishlaydi. Bu yerda ketadigan biokimik jarayonlar ham juda sekin ketishi kerak. Lekin men aytardim 1 yil, 1,5 yilgacha vaqt oladi. No, shunaqa narsalarni kuzatyapmizki, уже 3 oy, 4 oy ichida ham yaxshi rezultatlar olishyapti. Demak, o'sha autoimmuniy proses joyiga qo'ygandan keyin melanitsitlarni razrushать qiladigan faktorlar yo'qolyapti. Shuna orqasida yana melanitsitlar ishlab chiqarish, melanin ishlab chiqarish prosesi tiklanyapti. Bu bir. Ikkinchidan, biz bilishimiz kerak, bu endokrin kasallikka ham kiradi. Demak, agar kontaktность o'sha gipotalamus, shitavitka, oshqozon osti bezi, o'sha endokrin части, nadpochniklar va половой nimada tuxum bezlarda u yerda bir-biri bilan kontaktimiz buzilgan bo'lsa, qaysi biridadir shamollash proseslari bo'lsa, bu ham yana bitta proses. Chunki biz bularni ham tiklab beramiz. Undan tashqari biz bilasiz, masalan, oddiy, hozir banalni aytishim mumkin,
nima uchun bizda o'sha lecheniya qilganda faqatgina yoki bo'yin qismiga yoki faqatgina qayerda o'qdoq bo'lsa o'sha joyga qilmaymizda ukolni, boshqa joy bilan ham ishlaymiz. Chunki qon tomirda protsess bo'lishi mumkin, jigarda bo'lishi mumkin. Mana masalan, oddiy даже aytsangiz, o'sha agar jigarda gepatotitlarda o'sha jigar yallig'lanishi protsessi ketayotgan bo'lsa, jigar to'liq o'zini funksiyasini bajarmaydi. Kerakli o'sha toksinlarni tanadan chiqarib bera olmaydi. Kerakli fermentlar bilan organizm ta'minlanmaydi. Конечно, bu istaysizmi istamaysizmi melanin ishlab chiqarishini buzilishiga ham sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasa xuddi o'sha stress holatida biz aytamiz, psixologlarni ham ishlatamiz, bu yerda psixologlar ham ishlashadi, terapevt ham ishlaydi, boshqa endokrinolog. Chunki u yerda ketadigan protsesslarda ham ishlab chiqaradigan gormonlarni buzilishi, disgarmoniyasi bu ham sabab. Ana nima uchun o'sha 20-30% ko'tarilishi sababi o'sha даже o'sha oshqozonda yazva yoki gastrit ketayotgan bo'lsa, ayrim yoki kishishlikda ayrim nizaminiyonik aytaylik, masalan, fenilalanin yoki bo'lmasa tirazinni surilishi susayib ketdi. Bu agar nimada nizaminiyonik kislotalar bo'lmasa, melanin hosil bo'lmaydi. Chunki bu o'sha melanin hosil bo'lish jarayonidagi kerakli aminokislotalar hisoblanadi. Qarang, yoki bo'lmasa bilamiz, mis obmeni buzilsa yoki bo'lmasa sink yetishmasa, bular ham o'sha tirazin, fenilalaninni melaninga aylanish prosessida uchastka qiladigan fermentlar hisoblanadi. Agar bu mikroelementlar, ayrim vitaminlar yetishmasligi biokimik proseslarni to'xtatib qo'yadi. Ana nimani sababidan o'sha hujayralar miqyosida ishlashimizni sababi orqasida mana bunday chiroyli hozir rezultatlarni o'sha ko'rib kelyapmiz. Mana hech kimga sir emas, Furqat aka, klinikamizga demak barcha o'sha qo'shni respublikalardan, mana shu Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, O'zbekistonning barcha viloyatlaridan, mana qo'shni Turkmaniston respublikasidan ko'plab bemorlar demak tashrif buyurishadi. Bu narsa bejizga emas, ya'ni biz u bemorlardan so'raganimizda nima uchun aynan bizning klinikamizga tashrif buyurdingiz, tanladingiz deganimizda, demak sizlarda boshqa joylarda yo'q bo'lgan ko'pgina xizmatlar borligi uchun avvalambor natijani ko'rsatyapsizlar, natijani ko'ryapmiz. Bundan tashqari kompleks usulda davolayapsizlar. Hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shgansizlar deyapti. Albatta biz faqatgina bir xil yo'nalish emas, bir qancha yo'nalishlar qo'shyapmiz. Buni asosiy sababi bo'yna aytganimizda oqtoq kasalligini sababi aniq emas. Sababi aniq bo'lmagandan keyin qolgan barcha aytilayotgan sabablar bular nisbiy. Ya'ni to'liq o'sha narsa keltirib chiqarmaydi. Demak, sabab aniq bo'lmagandan keyin uni yagona standarti yo'q. Mana shunday qilib davolaymiz degan standart yo'q. Shu sababli biz demak izlanib ko'rib, o'sha haqiqatdan sinovdan o'tgan, boshqa bemorlarga natija bergan metodikalarni izlanib, masalan, hujayra darajasidagi davolash metodikasini ham men siz bilan gaplashganman. Yallig'lanish prosesslariga yaxshi demak natija beryapti ekan. Furqat aka, mana oqtoq kasalligida qalqonsimon bezda muammo bor. Ko'pchilik bemorlarimiz tekshirib ko'rganimizda, demak tugunli zoblar aniqlaganmiz. Demak diffuz o'zgarishlar aniqlaganmiz yoki gipoplaziya aniqlaganmiz. Shu sababli sizning metodikangiz demak mana shu qalqonsimon bezdagi muammolarga yaxshi yordam berar ekan. Keling, shu metodikani oqtoqlarni davolashga bir qo'llab ko'raylik deganimda, demak siz bu taklifni qabul qilib, mana hozirgi kunda har oy bir hafta davomida, demak 1,5 yil davomida mana shu bemorlarimizga yordam berib kelyapsiz. Demak, buni natijasida demak ko'plab bemorlarimiz ajoyib natijaga erishib kelishyapti. Biz to'g'ri, shu bilan bir qatorda men hozir asobiy qanday bir tashakkur aytmoqchi edim ayrim bemorlarimizga. Mana aytgan, nima edi, bergan
rekomendatsiyalaringizga amal qiladiganlar. Mana shu oxirgi 2-3 kelishimda 2-3 oy ichida bir kuzatishni e'tibor beryapman. Qarang, dietani to'g'ri ushlaydigan insonlarda, ko'p asab qilmaydigan insonlarda rezultativность 30-40% gacha yana ko'tarilgan. Endi shularga o'sha осознанныйda anglab turib ishlaydigan insonlarga yana bir marta rahmat. Qarang, buni o'zingiz anglab yetdingizda va siz shu o'zingizga bo'lgan munosabatingiz bilan, o'sha nastroyingiz bilan yanada sog'lomlashishingizni chiroyli yordam berayotganingiz bu juda ham bir pahvalni nima yo'l deb o'ylayman. Shunaqa. To'g'ri aytasiz Furqat aka, bizda bemorlar shunchaki kelishmaydi. Yillar davomida kuzatib, осознанно deydi-ku, o'sha anglab yetib keyin kelishadi. Shunaqa holat bo'ldi. Mana hujayra darajasidagi davolash metodikasini o'sha kompleks davolash metodikamizga qo'shganimizdan keyin bir vodiydan qo'qonlik bir bemor keldida, meni bolamni bitta kasalligi 3 ta bo'ldi. Ya'ni juda ham ko'plab dori-darmonlar qabul qilgandan keyin oq dog'lar butun badaniga tarqab ketgan va natijada bizga murojaat qilib kelgandan keyin biz birinchi bo'lib 2 kurs aynan hech qanaqangi davo muolajalarni qilmasdan faqatgina hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'llaganimizning o'zida 50% ahvoli yaxshilangan edi. Shu haqda bir o'zingiz ham aytsangiz. Qarangda, qizig'a, mana hozir ham biz ham o'tirgan joyimiz bir muhitda bu. Agar mana shu yerda shu muhit bir yaxshi bo'lmaganda, aytaylik, kislorod yetishmaganda yo issiq bo'lmaganida qanchalik o'zingizda mana shu yerda diskomfort his qilgan bo'larsiz. Hujayraga ham xuddi shuning uchun nima kerak deyman. Hamma vaqt chiroyli mana shunaqa muhit yaratish kerak. Qachonki shu muhit yaratiladi, shuni orqasida hujayra ham to'g'ri ishlay boshlaydi. Shuning uchun nima demoqchiman? Ko'p dori-darmon ishlatilganda, qanchalik ko'p siqilganda odam o'zi anglamagan ravishda charchatib qo'yadi o'sha nimani. Hujayra xuddi yordam beryapman degan ma'noda ishlaydi. O'sha antibiotikni berishadi, ko'rib nima deb tushunmay, inogda ayrim hammani ham aytmayman, kimdir o'sha даже gormonlar buyurganida yoki antibiotiklar buyurganida shu tavakkaliga ish qilinadi. Mana bu yerda bu Royal Medni особенностьlaridan bittasi shundan deb o'ylaymanki, bu yerda осознанный подход kelinadi. Har bir proses nimada avvaldan o'sha algoritm bo'yicha ketiladi. Mana shu algoritmni orqasida o'sha rezultativность ham, chunki bu yerdagi mutaxassislar o'z ishini professional o'z ishini biladi. Mana shu yo'nalishda, mana shu muhitni men создавать qilib berishim kerak. Mana shu muhit nimaydi hujayraga yomon ta'sir qilmaydi, nabrot uni to'g'ri yo'lga boshqa. Chunki давайте bitta даже o'sha antibiotikni ko'p miqdorda ishlatishda uni biomexanizmini tushunishimiz kerak-da. Bilamiz, o'sha antibiotiklar ikki xil bor, to'g'rimi? Bakteriyostatiklar bor, bakteriotsidlar bor. Bu nima degani? Ular o'z navbatda o'sha mikroorganizmlarni membranasiga ta'sir qilib uni buzganda sog'lom ko'p dozadagi nima? Sog'lom hujayralarni ham nimaydi membranasini ish funksiyasini, yana hujayralarning ish funksiyasini buzib, mana buni nima tushunib yetishimiz kerak. Mana bu даже o'sha bitta antibiotiklarni kamaytirib qo'yishni o'zi nimaydi qanchalik melanotitlarga melanin ishlab chiqarishga qanchalik ko'mak berayotgani aniq beradi. Bu bir. Ikkinchidan, yoki gormonlarsiz o'sha ishlash. Endi постоянно nimaydi shu gormonni qilib ko'ray, chunki gormon hamma narsaga yordam beradi deganda boshida bir rezultat beradi. Shuni anglash kerakki, axir постоянно gormon beraversang, ertaga o'zingni ishlab chiqaradigan o'sha nadpochniklaring yoki bo'lmasa endokrinniy часть поджелудочной железы yoki щитовидная железа o'zi ishlamay qo'yadi. Bu gormonni sen bir umr ichib yurmaysan-ku. Bir kun to'xtatasan-ku. Keyin qanday? Ana bu narsalarni o'ylab ko'rish kerak. Shuning uchun qiladigan yana bir juda ham bu yerda ketadigan yana bir положительный taraflaridan shuni deb o'ylaymanki, o'sha
endokrin sistemasi o'sha gormonlari o'zini inson ichidagi gormonlarni o'zini ishlashiga ham sharoit yaratib berish bu katta qadam mana shu oq dog'lar bilan rezultativnosti ko'tarilgani sababi deb bilaman. Shunday. Mana Furqat aka, bundan tashqari umuman dunyo bo'yicha o'sha davolash standartlariga qaraydigan bo'lsak, yoki mana ChatGPTga savol beramizmi yoki internetdan izlab ko'ramizmi, dunyo bo'yicha oq dog' kasalligini davolashda demak gormonlar tavsiya qilinadi. Aynan hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shganimizdan keyin biz gormonlardan foydalanishni butunlay voz kechganmiz klinikamizda. Ya'ni biz ko'rganmiz, oq dog' bilan kasallangan bemorlar uzoq vaqt gormon preparatlarni qabul qilganda ham oq dog'lar paydo bo'lishi to'xtamaganligini ko'p bor kuzatganmiz. Bir bemor keldi, 8 oy davomida gormonal preparatlar qabul qilgan, lekin oq dog' ko'payishdan to'xtamagan va bemorda demak vazni oshib ketgan. Itsinga qo'shinga. Bu biz aynan mana shu bemorga demak to'liq gormonlarni demak qabul qilishni cheklaganmiz, to'xtatganmiz va hujayra darajasidagi davolash va o'zimizda demak metodikamizni qo'shib davolaganimizda bemor tana vazni o'ziga qaytgan, oq dog'lari ko'payishdan to'xtagan va demak sekin-sekin yo'qolishni boshlaganligini kuzatganmiz. Buni hammasi yana o'sha boshda aytganimizdek, o'sha muhitni chiroyli hujayralarga faqat muhitni yaratib berish kerak. Ular hujayralar o'sha melanotsitlar o'zlari biladi nima ish qilish kerakligini. Men shuning uchun yana bir aytaman, o'sha mana shu muhit, mana shu Royal Med klinikasida именно создавать qilinadi. Mana nima uchun bu yerdagi bemorlarda rezultativность namnoga yuqoriroq chem boshqa dermatologik sentrlardan ko'ra. Bundan tashqari Furqat aka, yana bir muhim jihat klinikamizda mana shu oq dog' kasalligini davolashda yoshi katta bemorlar bor. Juda ham yoshi kichik bemorlarda ham oq dog' kuzatilyapti, lekin bularga har qanday muolajalarni o'tkaza olmaymiz. Ya'ni har xil inyektsion dori muolajalar qila olmaymiz yoki o'sha og'riq bilan bog'liq bo'ladigan muammolar bemorlarimizda yana stressga sabab bo'lganligi sababli bu muolajalardan voz kechganmiz. Lekin aynan hujayra darajasidagi davolash metodikasiga bunaqa cheklovlar yo'q. Bu bemorlarimizga bemalol ushbu metodikani qo'llab, demak, yana ham bu bemorlarimiz yaxshiroq natijaga erishishiga bu metodika albatta yordam berib kelyapti. Chunki o'sha yana aytaman, bu metodika orqasida o'sha hozir bir necha marta qaytardimda, o'sha muhit yaratyapmiz, muhit. Bu muhit nima degani? O'sha agar ilmiy nima bilan aytiladigan bo'lsa, hujayralarni pH sreda deydi, tam o'sha ishqoriy va kislotniy pH sredasini muhitini joyiga keltirish. Qarang, mana shuni orqasida hujayra membranasida o'sha ketadigan repolarizatsiya, depolarizatsiya prosesslarini normaga keltirish. O'sha potensial действие клетки deydi. Bularni o'zini normasiga keltirish. Buni orqasida o'sha hujayra ichida ketadigan milliardlab biokimik proseslarni normada o'sha tam yaratuvchi yaratgan nimada hech qanaqa qo'shimcha nimalarsiz-da, tam o'zi o'sha izначально matritsada o'sha yaratuvchi yaratganda qanday bo'lgan nimada ketqirish, mana bular eng katta, eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Chunki inson bu yerda mana bu lishniy doza, o'sha aytdim, da o'zini vaqti bor, o'zini dozasi bor, o'zini определенный tam kunlar bor-da, tam o'sha gormon ishlatiladimi, tam no buni постоянно tam qurol qilib olib faqatgina mana shuni ishlatib turib, o'sha ichki hujayra ichidagi ketadigan biokimik proseslarni ichiga aralash u tizimni yo'ldan chiqarib yuborish, bu mana o'ylayman bu noto'g'ri tushuncha va bu rezultatga olib kelmaydi. Faqatgina bitta o'sha avvaldan normalniy ketadigan hujayrani fiziologik normalniy ketadigan sharoitini yaratib berish mana bu yerda tam rezultativnostni namdan ko'tarilishiga
sabab bo'ladi deb hisoblayman. Yana bir muhim narsa, mana shu ko'pchilik inson borki, shamollaydi, gripp bo'ladi, har xil kasalliklarga uchraydi, ya'ni yallig'lanish kasalliklari doim insonga bor. Oqdoq kasalligida kuzatganmizki, kim agar antibiotik oladigan bo'lsa, oqdoqlar ko'payib ketgan. Aynan hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shganimizdan keyin biz bemorlarimizga antibiotik qabul qilishni taqiqlaganmiz. Agar gripp bo'ladigan bo'lsang ham og'riq qoldiruvchi va antibiotiklarni qabul qilmaysan. Shunda demak, ham oqdog'ing ko'paymaydi, qaytalanmaydi va demak tezroq tuzalasan va organizmga har xil antibiotiklarni nojo'ya ta'sirlarini demak ehtiyot qilgan bo'lamiz, saqlagan bo'lamiz deb tavsiya bersam, ko'pchilik buni qabul qilish qiyin bo'ladi, lekin ko'plab bemorlarimiz hozirgi kunda oddiy masalan gripp bo'ladigan bo'lsa ham o'zlari aytishyaptiki, grippni yengil o'tkazyapman. O'zi antibiotik qabul qilmayapman. Bu ham o'ylaymanki, mana shu bizda bemorlarimizdagi ajoyib yutuq deb o'ylayman. Endi shu o'rinda bitta narsani aytmoqchiman. Qarangda, inson shunchalik bizni o'sha programmalashtirib qo'yishadiki, o'sha faqat antibiotik tashqaridan olinadi. Hech kim o'ylab ko'rmaydi-da shu insonni o'zini ichida ham o'sha antibiotiklar ishlab chiqarilishini o'ylab ko'rmaydi. Buni izначально endi bir narsaga e'tibor berishingizni istayman-da, mana qarang, kimdir gripp bo'ladi, kimdir pnevmoniya bo'ladi. Kimdir dori ichib turib ham yaxshi bo'ldim deydi. Kimdir dori ichmasdan turib, o'shada tabiiy choylar yoki kerakli o'sha imbir yoki yana qanaqadir mahsulotlarni, o'sha tabiiy mahsulotlarni ichib turib ham o'sha ichidagi antibiotiklarni ish faoliyatini yo'lga qo'yib oladi. Shuning uchun mana bunga ko'proq e'tibor berishlarini istardim. Chem tashqaridan har xil kimikatlarni olib turib, o'sha kostni mozga yomon ta'sir qilib turib, gemoglobin tushirib yuborish. Gemoglobin tushib ketishi sababi orqali kislorod kamayishi esa o'sha melanin ishlab chiqarishdagi biokimik jarayonni sizdan chiqarib yuborishi. Ana bu nimalar, qarangda, mana shuncha bu biz hozir juda ham bir kamgina qismini aytib o'tyapmiz. Qancha nima edi, побочный действиялaridan biz mana shu Royal Med klinikasida insonlarni saqlab qolayotganimizdan biz xursandmiz. To'g'ri, buni hamma ham anglab yetolmaydi. Xudoga shukr, bunga nima edi, bilimimiz bor. Nima qilayotganimizni, nimaga olib borayotganimizni juda ham to'g'ri, to'liq anglab yetib turibmiz. Endi Furqat aka, hech kimga sir emas, mana shu dori darmonlarni demak ko'p miqdorda ishlatmaslik davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Masalan, men o'ylayman, bizning davlatimizda antibiotiklarni yoki boshqa dori darmonlarni ko'p ishlatadigan dunyoda davlat bo'lmasa kerak. Mana o'zingiz ham chet elga chiqqansiz, chet elda shunchaki borib aptekadan antibiotik ola olmaysiz. Lekin bizning xalqimiz gripp bo'ladimi yoki sal qorni og'riydimi, boradi-yu, antibiotikni aptekadan sotib olib, o'zlari tartibsiz yil davomida juda ham ko'plab qabul qilaveradi. Biz hech qanday antibiotik ishlatmasdan davolasak, bu birinchi bo'lib o'sha insonni o'ziga va qolaversa, demak, butun jamiyatga foydali narsa. Mana shu nima gapingizni hozir tasdiqini aytaman. Bir ayolgina yoshlari, o'rta yoshli, shamolab qolganlar. Paracetamol ichibdilar-da. Isitmam ketdi. Mana shunaqa qilib 2 hafta davomida isitma ko'tarilaversa, faqat paracetamol ichib qo'yaverganlar. 2 haftadan keyin tanada уже звездочкаlar, burundan qon ketish, sal narsaga sinyaklar paydo bo'lib, eng yomoni reaktiv gepatitgacha o'zlarini olib kelib qo'yib qo'ydi. Qarangda, chunki to'g'ri tushunaman. O'sha paracetamol sразу isitmani tushiradi, birdan o'sha побочный nima edi, simptomlari ketadi, bosh og'riq qoladi, qanaqadir o'zini salgina yengil hisoblaydi, lekin uni ko'p dozada nimaga olib kelishini, o'sha даже hayotini o'zi zomin bo'lishiga olib kelishini anglamishmaydi. U oldi degani demak 15 kun podryad to'xtamasdan ichdigani emas.
No, nima deysiz, endi baribir ham shunaqa situatsiyalar, shunaqa nimalar uchrab turadi. Даже man ko'raman shunaqa nima qilishadi. Qorni og'riganda lemnistin bor ichio deydi. Lemnistin masalan Yevropada absolyutno taqiqlangan. Chunki o'sha uni ta'siri bola tug'ilishida har xil patologik nimalarga olib kelishi mumkin ekan ona qornida agar bola rivojlanadigan bo'lsa. Endi bu bilan biz hozir sizga butunlay taqiqlab qo'ymoqchi emasmiz. Uni pokazaniyasi bor. O'sha pokazaniyada ровно 2 kun, 3 kunda juda особенно nimalarda. No, bu degani постоянно faqat shuni qo'llab turib, bu antibiotiklar hamma даже oq dog'da lecheniyasiga ham nima qiladi deyish emas. Bu yerda o'sha protsess, o'sha jarayon совсем boshqacha. Buni to'g'ri tushunishlaringiz uchun mana shu hozir informatsiya berilyapti. Aziz do'stlar, oq-dog' kasalligi bo'yicha mana shu kompleks usulda davolash hamda hujayra darajasidagi davolash metodikasini qo'shib, birgalikda mana shu 1,5 yil davomida juda ham ko'plab ajoyib natijalarga erishganmiz, lekin ushbu kasallik ijtimoiy kasallik bo'lganligi sababli ko'plab natijalarimizni mediaga chiqarishni afsuski imkoniyati yo'q, lekin shunday bo'lsa ham ko'pgina bemorlarimiz bilan intervyu qilib, ulardan so'rab, ajoyib natijalarni bitta alohida kanalga yig'ib, demak, natijalar kanalini tashkil qilganmiz. Siz ushbu kanalni, ushbu videoni opisaniyasidan, demak, ko'rib, bemalol natijalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Agarda sizda ham yoki yaqinlaringizda ham uzoq vaqtdan beri oq-dog' kasalligi bo'lib, turli xil mutaxassislarga borib, har xil muolajalarni olib ham natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qilib tashrif buyurishingiz mumkin. Demak, manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi, 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restoran. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.